to'xtaymiz. Bu yoqqa, yaqinga. Rihiga yaqinlashdik. Uning qo'lini bog'langlar. Buni tez. Siz. Kim to? Qimir. Bu qanday axloqsizlik? Nima bunday qilasizlar? Qo'l chiqmanglar. Hakimga nima bunday muomala qilasizlar? Hakimga bunday qilsangiz bo'lmaydi. Un o'g'ri bulas qayndek bog'layapsizlar. Nima bunday qilasizlar? Bunday qilsangiz bo'lmaydi. Meni tutmoqchimi? O'ta. Qo'yib beringlar. Gap qilma. Meni qo'yib turinglar. Hakimga bunday qilish huquqinglar yo'q. Uning kim ekanligini bilmaysizlar? Meni qo'yib turinglar deyman. Meni qo'yib turinglar. Meni qo'yib turinglar dedim. Meni qo'yib turinglar. Yo'qol. Meni qo'yib turinglar. Kim bo'ling, Jorjani? Meni qo'yib turinglar. Herang. Utanire, siz nima qilmoqchi? Bizga yo'l boshlashingiz uchun sizga haq to'ladik. Hakimga nima deb bunday qilsiz? Hakimmi? Qaysi hakimni da'vatsiz? Hakim Abu Ali Sina, u shayxlarning raisi Shayx Ibn Sina. Bilan uning o'quvchisi Jorjani bo'laman. Başta siz bana uning Ibn Sina ekanligini demedingiz. Endi da'vatima. Farzimdagidek bo'pti. Bu yergacha uning intayin yaxshi qaradik, uni hurmatladik. Endi Rihiga yaqinlashdik. Uni hukumatga topshirib beraman. Tunugun Rihiga xabarchi avatganligimni bilmamsiz, ha? Uni Rihiga nima deb avatdingiz? Shayxlarning raisi Ibn Sina bizning qo'limizda ekanligini yetkizdim. Xabarchimizmi yetib qolgandi. Uni otga mindirib qo'yib bog'lamay ipmayishimiz mumkin emas. Qarang, bunda qilganingiz sizga nima foydasi bor? Nima foydasi? Men sizlarning o'ylig'inglardek undaq oddiy odam emasman. Anglashimcha, uni topshirib berganlarga 700 dinar suyunchi beradi ekan. 700 dinar. Allah jazoingizni bersin. Men sizga nima deb ishongandiman? Unutib qolmang, 700 dinar. Jorjani hayajonlanma. Onunga beddua qilma. 700 dinar bekchiq bo'l. Agar u pullarni menga bergan bo'lsa, balkim o'zim tutib bergan bo'lardim. Ammo hech kim bu to'g'rida gapirmadi. To'xta. Uni topishim kerak. U nerede? O'tgina voy. Şu. Mana, nakmış etken. Bunu ben 10 dinar setib algan edim. Anlaşlarga qaraganda, bunu bir Türk sultanı Cumhuriyet ressamı sizdiripti. Buni ağıca uladım, anlagan edim. 700 dinarga yaraydi ekan. O'zingiz ko'rib beqinglar. Qilib qo'ygandek o'xshaydi ekan dedim. O'xshaydi ekan. Naq o'xshaydi bu siz. Shundaqmi? Shundaq, menga o'xshaydi ekan. Pulini o'zim berib olaman. Xabarchim sizni sotqili rahi ketdi. Ulardan boshda zakalat oladi. Bu sizilgan rasmdagi siz ayni o'xshaydi ekansiz, shundaqmi? Yana bir tafsili qarab baqay. Hakikaten sizga bek o'xshaydi ekan. Buni jungolik sizmidi? Eronlik, nihoyat talantli bir rassom Abu Nasir sizdi. Ammo rasmga qilolmaydi. Bu rasmning men ekanligini o'zim sizga da'vataman juma. Ben sizden yolda ağırıp ölüp gelişinizden bek korktum. Uçakta ben 10 dinar ziyan tatkan bulattım. Riyaga yana 20 gündün cık yol var. U yerda 700 dinarga asallı erişeleymen. Anlaşımca hesap etme yaxşı bildik ekansiz, shundaqmi? Bu sodada men
690 dinar payda aldığım buldum. Aldınız mı? Ben bir ticaretçi adam. Hem de bu yerde hem adam namımını anlaydığım buldu. To'g'ri deysiz. Ammo Nesoning podshohi qimmatini tuvaltib o'tganda qilib turdi. Sizning qimmatingiz bundan yuqori bo'lsa, o suyunchini oz deb to'nayotamsiz? Bilamsiz, turklarning boyligining ko'pligidan qanday xashlashni bilolmay qoladi. Bilamsiz, Sulton Mahmud Mansurning ta'ziyasiga 3 to'ga oltin beribdi. 3 to'ga oltinmi? Bu degan kim? Nomsiz shoir. İsmini hiç anlap bakmabdiganman. Men bilaman. Ammo shayxlarning raisi Ibn Sina'nın nomini hamma odam biladi. Agar bir nomsiz shoirga 3 to'ga oltin degan bo'lsa, siz Ibn Sina bo'lsangiz, shubhisizki sizning bahoringiz texmi yuqori. Shundaqmi? Siz Ibn Sina shumi? Nesoning cho'nglarimi savdo qilishni yaxshi biladi ekan, shundaqmi? Yaxshi biladi ekan. Nima? Andaqda azan setilib qopdimi? Nesoning cho'nglari oshko'z odammi-di? Ha, shundaq edi. Ko'zlari kichik, hamma o'tkir, tishlari cho'ng, ammo hingay edi. Gap qilsa og'zi ichilib qoladi. Gap qilmasam ichilib qoladi. Afsus, nima deb qimmatini bilmay turib, podshohga elchi avatgandimi? Allah. 700 dinarga satmayma. 3 to'ga oltingiz, 3 to'ga oltinga yaraysiz shundami? Allah menga yordam qilsa, rayiga bormaymiz. Allah menga yordam qil. 3 to'ga oltin. Ko'ragandin Buxoroga qaytayli. Sulton Mahmudning o'zi bilan ko'rishiman. Bo'lmaydi. Hargiz bo'lmaydi. Sulton Mahmudning o'zi bilan ko'rishiman. Men boy oldum. Dünyanın en kıymetli meli benim kolumda. Dünyanın en katlı. Benim kolumda. Hey, çök. Ne mandak çökmeydi bu? Çök değil mi? Çök. Qaytish uchun bak kechikdik. Herkes geçmedi. Azra yangı çiğdisak, kağını yanıla paydığı mağdı. Çök. Meraz. Atlarning oyoq tevishini anglamayapsiz. Hiç kandak avaz anlamadım. Anlığım yok. Anlamadım, hiç kandak avaz anlamadım. Allah bana yardım kıl. Durun ulan. Nima bo'lib ketdi? Oy, ma tögülendir turunla. Mallarını yığıştırınla. Ey, bununla. Estağfurullah. Oturun la. Dur, karı görünüyor otur. Gelin la. Ulan kopmaydı kanto. Ey bezler kopun la. Gelin la. Gelin la. Gelin la. Beni kendim götürün la. Beni kendim gel. Tez. Bu ne mi adamlar dur? Bayrakları durdu. Oturun la. Ay. Alevi'nin padişahı. Baş üstüne.
Ey Alevi'nin padişahı, ey Mecidut alileri, şeyhlerinin reisi İbn Sina bizde emez. O bizde emez. Hata haber kıp koygunumdan sizden epo sorayım. Beni geçiriyorsun. İbn Sina biz bilen bille emez. Ebu Ali Sina'ga salamlar olsun. Şeyhlerinin reisi İbn Sina'ga salamlar olsun. Mecdud Devle, alileri ve Haniç anısı Rahime sizni kızgın karşı aldı. Padişahimiz, şeyhimizin sağ salamet riyege kelkenligi üçün ve Sultan Mahmud'un eser bu kalmaganlığı üçün Allah hem sanağa koydu. Ölüptü. Hiçbir kesili ve derdim yok idi. Fakat aşközlüklam onun beşiği çıktı. Boş. Boş kalmaydı. Ömür boyu İbn Sina'nı izledik. Sahidek arkasından yürüdük. Neger basa onundan burun itip badık. Ama tek hiç kolgu çüremedik. Sultandan bu hizmetten istifa soramsız. Depekine.
aliylerden nurgun qitim İbn Sina'nın sultanımız üçün qanchalik muhim, qanchalik qimmatli ekanligini anladim. Şoňa hergizim onundan vaz kechmedi. Her zaman bu haq üçün orqasidan ketidi. Hem ketiyotidu. Bundan vaz kechmaydi. Onu tepip qanday qilmoqchidi o? Yoki yemekchimidi o? Özünüzü besip elim. Sultanımızdan istifa sorsak boludu. Ama bu yolu jıq japa tatdık. Onu yaqindan bir ko'rib boqqanba. Padişahın davatamsiz. İbn Sina'nın da'vatiman. Yana qachonga saqlaymiz? Mevcut davlat aliylari yosh bir bola ekan. Uningim hurmat ko'rstamdoq. Onun emas, onun taxtiga. Nimadoq kelmaydimsa? Nimancha ola sabrsizlik qiladigansiz. İbn Sina'ni bizga bermaydig'ini bilaman. Biz xizmatimizni qilaylik. Qag'ini bilan ishimiz bo'lmasin do'stim. Meni bu qiyin safardan qutuldirib qoldig'inizga va'da bering. Va'da beray. Mevcut davlat aliylari salomlar bo'lsin. Va alaykum assalom. Nadan kelgan olan dangla. Mecdid Dövle Alilerga ve Şeyh İbn Sina'ga salamlar bolsun. Ve aleyküm esselam. Resimdagi rostliga o'xshaydi ekan. Anlaşımca G'aznaviyniki Şeyh İbn Sina'ni ep ketmoqchikansizlar. To'g'rimi? Shundoq, agar uni biz bilan ketishga ruxsat qilsangiz. Şundak, alilerga salam yetkazish ve İbn Sina'ni G'aznaviy ordisiga taklif qilish uchun keldik. Undaqda bu taklifinglarni uyingizga dangla. Sizni o'tgan qitim ko'rganda daraxtlarda o'ynab yuratdingiz. Va biz bilan Mo'ng'ul unmaga atdingiz. Şundak, esimde var. Endi taqdir meni Mevcut Dövle Alilerinin ordisiga olib keldi. Sultanımız texichi mendan voz kechmadimi? Shundoq. Bizning vazifamiz taq oxirlashmadi.
Biz bilan sultonning ordisiga ketgan bo'lsangiz, texim yaxshi bo'ladi. Kelgan yo'limdan orqamga yalmaslik qaror qilganman. Biz bu xizmatni o'rindash jarayonida qirdik va kuchimizdan qoldik. Bo'lmaydi. Men borolmayman. Seyit aliylərinin xanişi və Məcdud dövlə aliylərinin anısığa salamlar olsun. Qudretli Şahimiz Sultan Mahmud. Biz ikkimizni Ali Buyaning ziminiga elchilik avatdi. Sultanning salimini va hurmatini xonishga yetkazamiz. Bu hediye kim için? Sultanımız tərəfindən Məcdud dövlə aliylərə əvətildi. Hediyeni beriş için nime de memlen görüşünü talep kıldınla. Men bir ömür Türk sultanının xizmetini qilib keldim. Gerçi men pishqon bo'lmasammi, Mecdud aliyleri nihoyat yosh va davlat ishlarini rahinxonish aliyleri qilayotganligini bilaman. Sultanımızdan ikki savoli bo'lib, bu savollarga faqatla xonish aliylerla javob bera oladi. Sultanınla Ali Biyedin ikki narsa talep qıptı. Birincisi to'g'risida eshitdimi deyameyman. Şeyh İbn Sina narsa emas, uni talep qilsanglar bera oladigan. Hakim o'zi xolisi sizlar bilan mangidi. Amma u bormaslik qaror qilibdi. Bu men uchun nihoyat yaxshi bir xabar. Agar hakim umrining oxirigacha riyada qolsa, bu bizni bek suyundirdi. Mecdud ulama uning qilishini umid qiladi. Ikkinchi talabinglarga kelsak, sultoninglar Bag'dod podshohi bilan ko'rish uchun riyadan o'tmoqchi bo'pti. Riyaga kelishini biz qizg'in kutib olamiz. Ammo bir shartimiz bor. Yana da 500 dan birma ortiq askar bo'lmasligi kerak. Shartimiz mushunchalik. Amma sultanımız oğu chiqqandimi? Bunodan 10 qat ortiq o'qiyachilib chiqadigan tursa. Qaysinglar bilan paranglashman?
Men bilen Xanish alileri. Diye oğulaydıgan yer emas. Kararınız. Sultan Mahmud'un yolunu tosuşmu. Qani deb bakan Xanish alileri. Riya Ahli Beyt taraftarlarının makanıdır. Düşmanlarının emas. O diğerlerinizi sultanımızga yetkizsek bulamdı. Ha. Ama gipim tıkı tügümedi. Sultanlarga yetkizip koyunlar. Biyani tupraqqa qo'shni oylamasın. Herkes oylamasın. Sultanımız xaligan vaqt askarlari bilan kelib, Rihani alalaydı. Zadi kim bilen deyişimen? Elbette onun bilan. Xanish bilen podshoh qaysi vaqtni uyg'un ko'radi ekan? Ondaqda gipimni yaxshi anglanglar. Bu Mejdutdularning onasi Rahim Xonishning sultonga avatgan so'zi. Agar Sultan Mahmud Rasululloh riyani olmoqchi bo'lsa, kelgusida gapga qoladi. Mahmudning qarshisidagi bir bola va bir bolaning onasi. Agar biz bilan urush qo'zg'ab qolsa, u haqida nimalar deyildig'ini bilmayman. Bundaq bo'lganda foyda oldimi yoki ziyon tortdimi? Ama Xanish alileri bizning sultanımızdan urush qilish niyati yo'q. Faqatla Rihadan o'tmoqchi xolos. Undaqda yanada 500 dan ortiq askar bilan bu zamindan o'tish haqqi yo'q. Sultanımızın urush niyati borligini nereden bilsiz? İnsanlarning qini niyati sababli to'kilmaydi. Bizning sultanimizni nihoyat xato tushunib qolibsiz. Undaq bilib qo'ying, bahar past kelganda biz bu yerga urush e'lon qilamiz. Ayol kishi bilan urush qilganlar bo'lsa, uni ixtiyoringlar. Sultanımız elbet xalamaydi. Mening xalaydiganim agar Xanish bir kuni diganlarga pushaymon qilib qolsa, do'stlikni asli keltirish uchun Ibn Sina yaxshi bir sovg'at va hadiya bo'la oladi. Talab qiladiganim bu. Bu diganlarimni Xanish hargiz unutib qolmasin. Esimda chang tutaman. Minnatdor bo'ldik. Minnatdor bo'ldik. Kun petishdan burun riyadan ayrılinglar. To'xtanglar. Sultan Mahmudning bergan hadiyalarni qaytarib berib ketinglar. Uni akilam.
yoqtirmay turib o'tirmayman. Qandaq qilsam hakim bu yerda qoladi? Man qo'lidan kelish qiladiganini aytdi. Ammo men ketishga va'da bergan. Ketmasam bo'lmaydi. Agar hakim Sulton Mahmudning Riyaga hujum qilishidan qo'rqib ketishga qaror qilgan bo'lsa, men Rayin xonish bo'ladi ekanman. Sulton Mahmud hargiz Riyaga hujum qila olmaydi. Sulton Mahmudning ordisidan va G'aznaviy davlatidan qochqinim rost. Ammo masala bu emas. Undaqda nima? Hakim bir balaning va onasining hukumatiga yordam qilishni xohlamamdi. Xonishoriylar Ibn Sina siyosatchi emas. Uning boshqa maqsadlari bor. Meni afu qiling va ko'nglingizga olmang. Riyada qiling. Yo'lning tayyorligini qilishim kerak. Menga ruxsat qiling. Anglashimcha hakim hech o'ylanmabdi. Bu kamgacha u ish uchun hech vaqt chiqara olmadim, xonish. Ali bu yerda sizga loyiq chiroyli qizjiq. Yosh bir qiz bilan o'ylangidak yosh emasman. Agar Riyada bir necha kun qolsangiz, ularni chaqirtay. Arsidan birini tanlab olsangiz bo'ldi. Tanlashning hojati yo'q. Sizdek biri tug'ayada Ibn Sina qandaqmi boshqasini tanlay olsin. Apu qiling va ko'nglingizga ammon dedingiz. Ammo apu qilgidek bir ish yo'q. Yaxshilikdan boshqa narsa ko'rmadim. Qancha hafta Riyada qola olaysiz? Hafta emas, xonish. Qancha kun? Attigan safardishim Jo'rjoni bilan yo'lga chiqaman. Yozadigan narsam bor. Attiganga tugutishim kerak. Mening ko'p umrim qolmadi. Kechirim so'rayman. Meni kechiring, xonish. Yomon bir tush ko'rib qopdim-a. Sulton Mahmudning avatgan elchilari nega ketdi? Padişahqa hurmatini bildirib qaytib ketdi. Endi nega bordi ekan? G'aznaviy davlatiga kun petishdan burun Riyadan ketadi. Ular urush elchilari edi. Urush elchilari hech qachon qaytarilmaydi. Ularni qaytarib kelinglar. Aliylarning amrini oldinglar. Mening sizlarga deydiganim, atatigancha mushada qilinglar va hech kimga gap qilmanglar.
Hakim, dua qilatamsiz? Siz kim bo'lasiz? Meni xonish oliylari avatdi. Uning ishonchlik odami. Sizga salom yo'lladi va bir xabar yetkazishimni aytdi. Va alaykum assalom. Nima xabar? Shayxlarning raisi at ketmoqchimi? Shundoq. Xonish oliylari sizning rihada qilishingizni umid qildi. Xonishning o'g'lining dadasi va ustozi bo'lishni qabul qilib, rihada qilishingizni talab qildi. Bu riha hukumatini qabul qilish deganlik-ku. Shundoq. Bu cho'ng iltifot. Joyliqimni sinavyapsiz, shundaqmi? Undaq emas. Xonishda sadoqatdan va durustlikdan boshqa narsa yo'q. Vaqtimiz qisqa va at yo'lga chiqadiganligingiz uchun sizga udul aytishdan boshqa amal yo'q. Ammo sizga hukumatdanmi muhim bir masala bor. Agar bek ochiq degan bo'lsam, apo qiling. Meni bu gapni deyishga tanlashining sababi men xonishni va xonishmi meni yaqin ko'rganligidandir. Uni qizimni ko'rgandek ko'rman. Ammo hakim menga izin bermasa diyemmayman. Qani ayting. E'tiqodlaringiz menda qo'rqinch, suyunish va andish tug'dirdi. Qani ayting. Xonish menga ishindi, ammo hakim menga ishonamdi bilinmadim. Ishonaman. Xonishni amringiz elishni xohlamsiz? Xonishning yetkazmoqchi bo'lgani shumi? Bu mening gapim. Hakimga bu to'y taklifini qo'yish mening fikrim. Xonishning sizning fikringizdan xabar bormi? Kechicha o'ltirib uning bilan paranglashdim. Qabul qildimi? Qabul qilganlik uchun sizning yaningizga keldim. Hakim qabul qilamdi? Javob bermamsiz? Agar qabul qilmasam, qanday bo'ladi? Bir ko'ngilga azor bersiz. Agar qabul qilmasangiz, bir ko'ngilga azor bersiz. Va bu ko'ngil azorini men va hakimdan boshqa hech kim bilmaydi. To'lim afsus. Onun ko'ngliga azor bergim yo'q. Ammo xonishning elchisi Ibn Sina jidal majra odim emas. O rohat va jimjitlikning piyda. Rihada na men rohat bo'la olmayman, na xonish rohat bo'la olmaydi. Ochiq deganligingiz uchun men ochiq javob beray. Xira qilaman. Ko'nglim har zaman onun yanında. Ketishim kerak. Qalbimning nidolarini anglaydigan vaqtim yo'q. Bu gaplarni mening deginim bo'yicha emas.
o'zingiz aplab xonishga yetkazib qo'ying. Bu oxir qaroringizmi? Oxirgi so'zimni aytay. Bu gapimni xonishga o'z ayni yetkazing. Mening ayolim hukumatni tashlab, men bilan menish kerak. Nega ketmoqchi? Ansirman podshoh bo'g'il emas. Yo'lingiz ochiq bo'lsin. Allohga omonat. Hakim yanılar yerden ketiş karardı mı? Shundoq xonish. Ali biyanan padişahlıqını özünüzge mız kelmeydi dep bildiniz mi? Ibn Sina'nın uzun ömrü qolmadi. O'qiydigan va yozadigan nurg'un nasllar bor. Vaqt nihoyat qisqa. Podshohlik mening ishim emas. Mening taqdirimga davomli safar qilish yozilgan. Xatardan qochaman, ammo xatarlik bir emasman. Agar siz o'g'lingiz uchun ishonchlik birini izlayotgan bo'lsangiz, rihadi qiling. Agar xohlasangiz, yiningizga 100 askar avatdiman. Farzimcha hech kim meni to'nib bo'lolmaydi. Undaqda yo'lingizga mening. Allah qamanat xonish. Allah qamanat Riha shahri. Allah'a emanet.